Afsuski, stomatolog qabulida quyidagi noxush holatlar ham uchrab turadi. Videodagi holat Moskva shahridagi doktor Sunnatulla Sattorov bemorlari qabulidan. Bemor ancha muddat avval stomatolog qabulida bo'lgan va davolanish jarayonida stomatologik instrument bo'lagi bemor tishida ehtiyotsizlik oqibatida qolgan. Bemorni tishdagi kuchli og'riq bilan murojaati sababli doktor rentgen jarayonida to'liq ma'lumot berib, davo choralarini tavsiya qilgan holatda bemorning tishlarini asrab qolishni tavsiya qildilar. Mana bugun bemorimiz 6 oy oldin O'zbekistonda davolatga kelgan ekan. Hozirgi holatda уже bir haftadan beri og'riqlar kuchaygan. Kechasi ham ovqat yeganda ham, ishlaganda ham og'riqlar kuchaygan. Sababi bu 6 oy oldin davolanganda ko'rishingiz mumkin. Tepa jag'dagi katta malyar tishda 3 ta ildizi bo'ladi. Bunda 3 tadan 4 tagacha kanallar bo'ladi. O'shanda bitta kanalda, medialni shoshna kanalda instrument qolib ketgan. Mana bitta ko'rishingiz mumkin. Mana bu kanalda ichidagi instrument. Mana shu yerda уже воспаление boshlangan. Niyobniy kanalda ichida plombirovочный material bu tishda ildizining uchidan даже suyakka chiqib ketgan. Uchinchisi более-менее normal. Bu holatda bemorga polni biz konsultatsiya berdik, tushuntirdik. Mana bu narsa kista hisoblanadi, boyagi yiringlagan joyi. Mana bu esa уже kanal ichidan chiqib ketgan plombirovочный material suyak ichida. Bu hammasi chiqdi, tagida hech nima qolmadi. Hozir tagini ham yaxshilab tozalab olamiz. Afsuski, bemor o'zga yurtda doimiy ish jarayonidan vaqt ajratish uchun imkoniyatlari yo'q. Shu sababli davo chorasi emas, og'riq berayotgan tish olib tashlandi. Unutmang, sizning sog'lom tishlaringiz bu sizning sog'lom tabassumingiz demakdir.